Bunu Ağlayam yaxshi bo'lsin. Bu kishi meni o'g'lim shu kasal bo'ldi, biz ham bilmay qoldik-da buni. Buni jigar kasalligini unchalik bilmas ekan odamga. Shuni bilinib, keyin men olib borib, buni qaysi holatidan bilib qoldinglar? Buni burnidan qon ketardi. Keyin men aytdimki, to'xtachi, bu nimaga bunday bo'lyapti deb, nimaga o'ziga tushirganimdan aytdiki, buni bir tekshirtiringlar dedi. Bir tekshirtirdik. Toshkentga olib bordim. Toshkentga olib borsak, shu 12% nimani berdi bizga. Shu serozga o'tgan shu holatlarni beryapti-da. Keyin ular aytdiki, shokka tushib qoldilar. Shokka tushib qoldi. Aytdiki, buni dedi, virusologiyaga olib borish kerak, o'sha davolasa bo'ladi dedi. Virusologiyaga bordik. Endi sal uzoqlik qildi bizga, qaytib keldik. Qaytib kelib keyin shu telefondan shu qidirib, shu mana shu sizlarning kompaniyani topdi. Bitta o'g'lim birga o'tirib topdi-da shu kompaniyani. Keyin men hayron qolib, nima berish dedim, keyin o'qidim telefonda. Shu polni mana shu doğru shu gaplarni, mana shu doğrusini o'qib, nimasini olib, men aytdim, telefon qil dedim keyin. Keyin telefon qildi. Telefon qilib, keyin bitta zakaz berdik, olib keldik. 1 oyligini oldik, keyin bunga berdik. Keyin 2 oy ishgandan keyin ancha o'zgarish bo'lsam, o'zgarish yaxshi bo'lyapti. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi masalan? Oldinga qaraganda bunda haligi ishtahalar yaxshilab, sal haligi harakatga kelib, endi qon ketishi burundan yo'q bo'ldi. Bunaqa narsalar yo'q. Shu safqa qorinda sal og'riq bordi. Keyin shu og'rig'im men. Shuni ichib yurganda shu og'rig'im yo'qolib, keyin nima bo'lib qoldi şimdi? Keyin ikkinchi oyligini oldik. Keyin ikkinchi oyligini olib, keyin yana nimaga bordik-da, keyin doktorga tekshirishga yaqindik. Doktorga kech yaqindik. Qancha bo'ldi? 10 kun bo'ldi-da, hozir 10 kun, 15 kun bo'ldi. Shunga shaharga Shokirjonga olib borib, o'ziga tushirdik, jigarni polni qilsak. O aytdiki, dedi, "Вообще o'zgarish zo'r-ku" dedi. Pastga tushyapti dedi, aka dedi. Hozir 16 edi dedi. 17 edi. 10 kammi 8 desatgan 17 edi. O zaman 13 ga tushibdi dedi. Bu zo'r dedi. Bu zo'r dedi. Yaxshi dedi. Harakat yaxshi dedi. Keyin bunga aytdimki, men yana yana bitta oldik. Tugavdi, shundan keyin yana bitta oldik. Shuni olib ichyapti. Nima qildinglar dedimi doktor ham? Doktor nima qildinglar dedim. Endi doktor davolayapmiz dedim. Shu. Buni aytmadinglar. Buni aytmadik ama doktorga. Doktorga aytmadik ama. Ko'p shifokorlar o'zi xabar topyapti bu mahsulot haqida. Keyin sekin-sekin. Shuni ichgandan keyin o'zi ancha mana holat yaxshi. Xudoga shukr. Endi buni endi ko'p endi kasallar bilmas ekanda buni. Natijasini, masalan, o'zi gepatit, masalan, nechta odamlar bilan suhbatlashdim, masalan, gepatit bilan nimalar bor, kasallangan odamlar bor. Endi men shu ularga endi bitta tavsiyam shuni olib ichishlari kerak. Avval Allohdan, keyin ishonch bilan shuni ichib, chiroyli holatda ichsa, men o'ylayman shu yaxshi farzandingizda o'zgarish ularda ham bo'ladi-da. Endi buni bu nozik narsa ekanda jigar shunga ayniqsa otasiz-ku. Farzandingiz ko'zingiz oldida shu ahvolga tushib tursa, o'zingizni qo'yarga joy ham topolmaysiz-da. Endi shu yotsam ham, tursam ham shu, o'yin shu. Nima qilamiz, nima bo'ladi? Nima qilish kerak? Nima qilsa nima bo'ladi? Ko'pchilik endi jigarni almashtirib yuboramizmi degan qo'rquvga ham boradi-da. Boradi-da, конечно. Hozir masalan, endi ko'pda shunaqa odamlar ko'p yuribdi. Endi ko'pchilik bilmaydi. Bu kasal shunaqa kasal ekanki bilinmas ekanda u odamlar. Shunga doktorga borib tekshirtirib shu jigarni tekshirtirib yurish kerak ekanda, bu bir bora bo'lib qoladigan narsa ekan. Endi mana xursandsiz. Xudoga shukr.
Mana rahmat o'zi mana shunaqa iste'mol qilib mana yaxshi bo'lyapti. Iloyim bag'i ham yaxshi bo'lsin. Mana chiroyli holati yana mana iste'mol qilaveraylikchi. Allohga endi bag'idan Allohdan. Endi yaxshi bo'lsa, mana hozir natija yaxshi. Bardavom bo'lsin. Bardavom bo'lsin shu. Endi bardavom bo'lsa, voy, biz shunga xursandmiz. Sizlarga ham O'zingiz ham eng ichib ko'rdingmi? rahmat. Ta'mlarini totib ko'rmadingizmi? Yo'q, Ichsa bo'laveradi bemalol, Shunaqa. tatib ko'rsangiz bo'laveradi. Chunki odamlar profilaktika uchun ham ichadi. Biz buni qizim bilan ichganmiz. Men o'zim ham ichganman, qizim ham ichgan 5 yoshli. Asali pastasi ham, choyi ham, bu siropi ham 60 xil giyohni o'zida mujassam qilgani uchun bitta jigarni o'ziga emas, butun tanaga foyda qiladigan mahsulotlari bor. Endi buni davomiy ichishingiz uchun emas, ta'mini bilib ko'rishingiz uchun tavsiya beryapman-da. Va o'zi umuman xonadoningizga mana xursandchilik qaytganidan xursandmiz. Rahmat. Endi bir xonadonni bir a'zosi xastalanib tursa, na bayram tatiydi, na marosim tatiydi-da. Shu endi xursand bo'laman deganingizda farzandingizni shunaqaligi miyangizga shundayki yoqilib qolaveradi. Yoqilib qoladi. Keyin endi kulmoqchi bo'lganingizda yana shu esingizga tushib ketaveradi. Endi mana bemalol kulib xursandchilik qilib yuribsizlar ekan. Ekan ishda Xudo xolasa iloyim yaxshi bo'lsin, mana buni yana davom ettiramiz. Yana buni bir oy 2 oy ichunsi yana bir ko'rsatamiz doktorga atsak. Mana 2 oydan keyin yana bir ko'rsataylikchi, mana buni ish bilan. 3 kunda 3 oyda mana shunaqa endi hozir mana shunaqa holat bo'lgandan keyin yana bir 2 oy ichib yana ko'ramizda, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi chunki qaytyapsiz-da orqaga. Zo'r. Agar mana bizni kuzatayotganlar orasida ham jigarida xastaligi bor, nafaqat gepatit viruslari bilan bog'liq, sirroz bilan, fibroz bilan bog'liq, o't dimlanishi, undan tashqari jigarni yog' bosishi bilan bog'liq vaziyatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz mana poytaxt Toshkentdan shu Kosonsoy tumaniga kelib aktyorlarni gapirtirish uchun o'tirganimiz yo'q. Haqiqatda boshiga tushgan insonlar o'zidagi o'zgarishni aytib beryapti. Men ham shundan xursandmanki, Sarvar siz aytganingizdan keyin oldik degan gap menga yelkamga mas'uliyat bu. Ertaga qabul qilgan odamlar natija ola olmasa, ha Sarvar ham degan gapni gapirib yormasin degan harakatda yuraman men ham. Va natija sizni ham hayotingizga kirib kelishiga ishonamiz. Keyingi xonadonimiz sizniki bo'lsin iloyim. Biz sizni tabriklaymiz deb boramiz albatta. Chaqiring bizni. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Mo'min Parvardigor hammamizga tinch sihat, xotirjamlikni bersin. Barcha bemorlarimizga Allohim o'zi shifo bersin. O'z karamidan shifosini bersin. Hammamizga mana shunaqa chiroyli holatda yashash nasib qilsin. Mana shu dorilarni tayyorlagan barcha mana shu yerda xizmat qilayotgan bularni umrlariga, rixsariga Allohim o'zi barakotidan bersin. Amin. Mana shunaqa foydali, maslahatli insonni nimasiga foydasi tegadigan insonlardan bo'lib yurishga barchangizga nasib. Sizlarga kattakon rahmat, chiroyli holatda. Rahmat, salomat bo'ling. Allohu akbar.